Assalamu alaykum aziz vatandaşlarım, yaxşımısızlar. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, xalqimiz ichida ilgirimi, hozirmi va bundan keyin davomlashadigan o'sha davlatimizning ismini qaysi shaklda atash eng muvofiq, nima uchun Uyg'uriston deymiz va yoki nima uchun Sharq Turkiston demaymiz degan bundoq savollar davomli uchrab turamiz. Shunga bunga har xil shaklda javob berib qolsak, belki biz Sharqiy Turkiston degan isim bilan da'vo va kurash ilib berayotgan ve bu isimga ishonadigan ve bu isimning keyinda turayotgan vatandoshlarımızdan ayrılıp qilishimiz yoki ularning partiyamizga kirishiga turtki bo'lmasligimiz, aksincha xato javob berib qilib partiyaga kirishdek bir qizg'inligiga to'sqinlik qilgan bu qilishimiz mumkin degandek naiti esil bir fikrni o'tirib qo'yibdi. Bu hakikaten bir cümle gap bilan javob bergili bo'ladigan bir mesele emas. Shundaqda men ilgari yezib e'lon qilib qo'ygan nima uchun Uyg'uriston deymiz degan bir tushanchamni orqasiga yo'llab qo'ydim. Bu konizikchi bo'lg'achqa men buni Uyg'urcha o'qib beray. O'rta Osiyodagi ba'zi qarindoshlarimiz konizik o'qolmasligi mumkin deb men buni o'qib berishni loyiq ko'rdim. Nima uchun Uyg'uriston deymiz degan bu savolga menimcha eng qisqa javob berishning birdan bir usuli, hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu Sharqiy Turkiston degan atalg'ini eg'izimizga olgan hamon qandaqda uning g'arbida yana bir Turkistonning borligi har qanday odamning esiga keladi. Hozir G'arbiy Turkistondagi Turkiya qarindoshlarimiz, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorli qarindoshlarimiz o'zlarining mustaqilligini elib hazır azad, hür, mustaqil yaşayotidi. Endi bu Sharqiy Turkiston ismi bilan biz davlat qurib, G'arbiy Turkiston birlashib Turkiyani markaz qilib va yoki boshqa bir turk davlatini biz o'zaro butkul Turkiya til sistemidagi qarindosh davlatlar hamkorlashib biz bir Türk birligini qura olsak. Andin butkul Türkiye til sistemidagi davlat qurgan qarindoshlarimiz o'zaro xuddi Amerika Birlashma Qo'shma Shtatlarga o'xshash xohlagan davlatlarga berib ishlasa yoki u yerga o'ltiraqlashsa yoki o'zlari turayotgan davlatidan chiqib boshqa bir davlatlarga berib yashasa, bunda bir erkin ko'chish, erkin yerlashish, erkin ishlash va davlatlararo bosh kechirim qilish orqali her bir devlet özden çıkılan tabii baylıkları ve özlerinden texnika işlep çıkarış amillerini, maddelerini, özlerine tovarlarını almıştırsa, o halde bu Türk birliği küçüyüp dünya birliği hessi koşudu. Elbette bu noktadan karsak, Şarkı Türkistan diyen isim bilen biz bir devlet kurarsak veya ki G'arbiy Turkiston tarafdagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek Türkiye til sistemidagi qarindoshlarimiz bir G'arbiy Turkiston qurib, abayman degandek biz Türk birligini qura olsak, o holda haqiqatan bir güzel ish bo'lgan bo'ldi. Ammo biz realistik, amaliyotchan bo'lmog'imiz lozim. Masalan 1945-yil 2-oyning 7-kunidan 11-kunigacha o'tkazilgan Yalta yig'inida Amerikaning raisi Roosevelt qatorliq Angliya bir qaç devletlerinin hemkarlışı bilen içilgan bir yığında Sabık Sovyetler İttifakı elbette o çağda bizden mana şu Sharqiy Turkiston degan isim bilen devlet kursak G'arbdagi Türklerning mustaqillik jakalaydiganligidan ibaret bir haqiqatdan aynı vaqtdagi Sabık Sovyetler İttifakı ve Avrupa'daki bir kısım demokratik devletler yeni bir Osmanlı'nın yoki yeni bir Türk til sistemidagi millatlarning küçük dunyoga hukmronlik qilishdan ensirgan bo'lsa kerak. Shu vajidan biz bu Sharqiy Turkiston degan ismni isimdan foydalanib qurgan bu davlatimizdan ayrilib qoldik. 33-yil va 44-yil qurgan ikki qitimliq davlatimizdan. Demakchi o'g'lim, aziz vatandoshlarım, biz Sharqiy Turkiston degan ismga biz qarshi emas. U mayli biz qo'g'dayli, qo'g'damayli veya biz işineyli, işenmeyli veya doğru olsun, hata olsun, o iki qitim özünün müstakilligini memleketimiz tüpürüğü diyecek alıgan
yani 33. yılı ve 44. yılı resmi müstakilligini jakalagan iki qitimliq devletimizning ismi. Bundaq bo'lganken, bundaq bir tarixiy ismni butunlay inkor qilmoqchi emasmiz. Ammo siyoset, tarix cho'qim bizning manfaatimiz, xalqimizning, millatimizning manfaati uchun xizmat qilmoqi lozim. Tarixda o'tkazgan xatoliklarimizni takrorlash yoki tarixda ilib berib g'alaba qilinmagan, uning natijasi mag'lubiyat bilan oxirlashgan har qanday bir masalaga biz keynimizga bir qadam chekinib turib, nihoyatda salmoqliq ve sergeklik, intayin bir yuşarlık bilen qayta bir tarihi varaqlarını içip ko'migimiz lazım. Şunun için hazırki bizden tashqi dünyada elip baradigan kurashlarimiz ve bundan keyingi quradigan devletimizning ismi cho'qim bizning Uyg'ur millatining nomida bo'lmog'i lazım. Bu xalqaro qonunlarga tubdan uyg'un. Uyg'urlarning o'z ismi bilan davlat qurish haq huquqlari bor. O bizning resmi şu tuproqqa almisaqdan tartib bo'lgan igidorchiligimiz ve to'liq mustaqilligimizning paketi. Onun için bizga hozirgi eng muvofiq siyosiy yo'l Uyg'urlar o'z nomida Uyg'uriston Cumhuriyetini qurish ve şu orqali o'zining mustaqilligini, ozodligini, to'liq hurligini qo'lga keltirgandan keyin ondan biz bir mustaqil bir Uyg'uriston davlatini qurib chiqib, davlat sistemlarini, aparatlarını ve devletimizin iktisadi, ijtimoiy, diplomatiya ve coğrafiyalik taraqqiyotlarini, xalqimizning turmushini, devletimizning fuqarolarining hal ahvolini yaxshilab bo'lgandan keyin, ondan biz hech qanday bir tashqi kuchlarning iqtisodiy, siyosiy ve diplomatiya ve tajovuzchilik kuchlaridan xoli holda biz G'arbiy Turkistondagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbek qatorliq bizning Türkiye til sistemidagi millatlar bilan qurilgan davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondagi davlatlar bilan biz izchil bir diplomatik munosabat o'rnatib, kelgusida Turkiyani o'z ichiga olgan bir Türk birligini qurib chiqsak, nima ish qilmoqdak? Bizning hozir o'zimizning millatining nomida bir davlatni qurib, o'zimizni oldi bilan ozod qilmoqimiz lozim. Xitoy mana shundaq bizningki taraqqiy qilib, bizning vatanimiz Uyg'uristonning coğrafiyalik o'rni, siyosiy o'rni va xalqarodagi o'rnining ne kadar muhimligini nazarda tutib, bizning Uyg'ur millatini tamamen yo'qotib, uning o'rniga do'ppi kiygan Xitoylarni akilib Uyg'ur yasash orqali ularni uslo o'yintib, dutta chaldirib, lag'man etkizib, bizning millatimizni qirib etib, tashqi dunyoga yangicha bir Uyg'urni ko'rsataman deb tayyorlab qo'yadi. Bizning tashqi dunyoda buni talashadigan vaqtimiz emas. Ammo bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi shuning uchun hozirgi tashqi dunyodagi inqilob va kurashlarimizda ve xalqimizning haqiqiy to'liq mustaqilligini asliga keltirish yo'lidagi kurashda cho'qim Uyg'uriston Cumhuriyetini qurish eng muvofiq deb qaraganlik uchun biz bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisini qurdik ve 6 ayning 15-kunisi qaror edilib, bu yıl 6 ayning 17-kunisi resmi şekilde Amerika'dan Uyg'uriston Cumhuriyeti qurilganligini dunyoga jakaladik. Aziz partiya doimiy komitetidagi rahbarlar, demakchi o'g'lim, sizlar yolg'izlar bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining doimiy komitetining rahbarlari bo'lib qolmay, aksincha sizlar biz 6 ayning 17-kunisi e'lon qilgan shu Uyg'uriston Cumhuriyetining parlamentining a'zosi sizlar. Biz yaqinda bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi doimiy komiteti ve Uyg'uriston Cumhuriyeti partiya a'zolaridan tarkib topgan bir cho'ng qurultay o'tkazib, shu qurultayda biz oldin qitim mush partiyamiz e'lon qilgan Uyg'uriston Cumhuriyeti ve uning asosiy qonunlarini tuzish, parlamentlarni bekitib chiqish ve uning rahbarlik o'rinlarini turg'izish, uning davlat funksiyasini yasab chiqish ve uning tayyorlik xizmatlarini ishlashni biz oldimizdagi qurultayda resmi şekilde başlayımız. Şuna bizdeki hazır bütün vücudumuz bilen Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni taraq qildirish, kuchlantirish, ko'plagan partiya a'zolarini qabul qilish orqali bizning ittifoqlashganligimiz, o'mlashganligimiz, birlashganligimiz ve birlashalaydiganligimizdan iborat bundaq bir haqiqatni butkul dunyoga anglatmog'imiz lozim. Uning uchun bizni birlashtiradigan bir narsa bor. U bo'lsa bu vatan mening vatanim.
Menden başka hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh ve hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan mushum ideologiya ostida yig'ila olsak, u holda biz olimadiz Xitoy kommunist hokimiyati yaqinda cho'qim parchalandi. U parchalanib kommunist hokimiyati og'dirib tashlanib bir demokratik bir hokimiyat hozirgi kommunist hokimiyatning o'rniga chiqsa, u holda biz xuddi mavzudan Xitoy ayni vaqtdagi bizning inqiloblarimizni, kurashlarimizni yig'inchoqlab 3 viloyat inqilobi, Jungu ozodlik inqilobining bir qismi degandek, yana bir Xitoy yaqinda chiqib shunday bir xulosa berdiki, Uyg'urlarning tashqi dunyo va vatan ichida ilib borgan barliq inqilob va kurashlari demokratik Junguni asli keltirish inqilobining kurashlarining bir partisi degandek bir xulosa bilan bizni yana o'zining mangulik avtonomiyasiga aylantirib oladi. U chaqda hozirgidan bir qadar xalqimiz yaxshi turmushda yashashi mumkin. Hozirgi kommunistning qo'li qaraganda bir qadar taraqqiy qilishi mumkin. Ammo yanılam o qo'l bechora yashaydi. Shuning uchun bu vatan mening vatanim. Menden başka hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan bu ideologiyani ching tursak, xuddi har bir Uyg'urning o'ylasida birdan atom bombasi bordek, biz hech qachon dushmanimizga aldanmaymiz. Xitoydan Xitoy yaxshi ekan, sistemdan sistem yaxshi ekan degandek, ilgirki tarixda o'tkazgan xatoliklarni yana qayta hech o'tkazib qolmaymiz. Shuning uchun bizning vazifamiz bu ideologiyani, bu ideyani xalqimizga singdirish ve onu terak kıldırır. Köplep partiya a'zolarini qabul qilish orqali 100 minglarcha, millionlarcha partiya a'zolarini yig'ib, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni kuchlantirib, uning yaqinda ochiladigan qurultiy orqali Uyg'uriston Cumhuriyetini resmi şekilde e'lon qilib bo'lgan bu Cumhuriyetimizning resmi davlat funksiyasini tuzib chiqamiz, vatandoshlarım. Onun için biz kuchlanmagimiz lazım. Onun için biz tirishmagimiz lazım. Onun için biz hamkorlashib, birlikte qo'l tutishib, mana shu biz o'tirib qo'ygan partiyamizning eng yuksak ideologiyasini xalqimizga intayin temkinlik bilan, salmoqlik bilan astoydil tushuntirmagimiz lazım. Biz hech qanday bir tashkilotga qarshi turmaymiz. Hech qanday bir shaxsga qarshi turmaymiz va hech qanday bir tashkilotning qaysi shaklda o'tirib chiqishidan qat'iy nazar biz ularga hech qachon qarshilik bildirmaymiz. Agar u vatanni sotmagan, xalqiga osiylik qilmagan bo'lsa. Bizning bu tashqarida ilib borayotgan da'vo, inqilob va kurashlarimiz qandaqdir hammani yig'ib bir suratga silib emas. Meyli kişilik hukuk davası ippagan teşkilatlar kişilik davası, hukuk davası ipperi versin. He? Meyli insan hakları davası ilip verirken teşkilatlarımız insan hakları davası ilip versin. Meyli bazı teşkilatlarımız Şarkı Türkistan diyen isim bilen dava ilip versin veya ki Uyguristan diyen isim bilen dava ilip versin. Veya ki Uyguriye diyen isim bilen dava ilip versin. Kandak dava ilip verişinden kat'i nazar bizning düşmanimiz ortak ve bizning müstakilligini asliga keltirmoqchi bo'lgan ona tuprog'imiz ve vatanimiz bir. Onun için bizning dinimiz bir, tilimiz bir, imanimiz bir, düşmanimiz bir, tuprog'imiz bir oladigan bo'lganken qolgan uşak o'xshamasliklar hech qancha cho'ng masala emas vatandoshlarım. Ama vatanimizni haqiqiy ozodlikka erishtirish uchun dushmanga qattiq zarba beradigan chaqda cho'qim biz mayli qaysi isim bilan da'vo etib berishimizdan qat'iy nazar biz dushmanga qarshi darhol ittifoqlashmagimiz lozim. Darhol birlashmagimiz lozim. Mana shunday qilgan chig'imizda biz o'tirimizdagi ba'zi bir o'xshamaslik, kichik masalalarni talashib o'tirib, haqiqiy dushmanimizdan yiroqlab ketish, haqiqiy intiqomimizni erishishdan yiroqlab ketish yoki haqiqiy tajovuzchi dushmanni tuprog'imizdan tamamen qo'g'lab chiqarishga sarf qiladigan energiyamizni, quvvatimizni bir arzimas ishlarga sarf qilib, dushmanimizni xo'sh qilib, xalqimizning bir millat sifatida tamamen qirilib ketishdan iborat bundaq bir ichinishlik, tragediyalik davrda xatolashishning oldini olmagimiz lozim aziz vatandoshlarım. Şuna men barliq partiya rahbarlari va partiya a'zolaridan intayin sagak turmagimizni, siyosiy engimizni o'stamligimizni, ozroq tarix o'qib qo'ymagimizni talab qilaman.
Eğer biz şundak bir ideya, bir ideologiya aslında Kur'an tutup kasem verip kirgen bu partiye iken bunu qoğdaş hemimizden mecburiyeti. Bunun şerpini qoğdağanlığımız, özümüzün şerpini qoğdağanlığımız. Bu partiyemizin numusunu qoğdağanlığımız, özümüzün ailesinin numusunu qoğdağanlığımızdan okşaş kırındaşlarım. Şuna, eğer bizden doğru niyetlen, samimilik bilen sual soragan her kandak kırındaşlarımızga biz her vakit cevap verişke teyyarız. Eğer bizge hakaret kılıdıgan, yoki bizge maksatli halda hücum kılıdıgan ve düşmanlık kılıdıgan adamlar boldiken ve onu bayqaydikenmiz, biz ularga yana ilmi şekilde tenkit ve terbiye berimiz. Eğer çok anlamasa, biz ular bilen hiç kandak işbirliği yapamayız. Mana bu bizden prensipimiz. Biz hiç kaçan özümüzden fikri okşamagan, ama düşmanı bir olgan hiç kandak bir teşkilatını yoki şahsını özümüzden karşısına almayız aziz vatandaşlarım. Xudo abayman degandek, vatanini satmagan, xalqiga asilik qilmagan her kandak bir şahs ve teşkilat bizning jinimiz, bizning qinimiz, bizning 5 a'zolarimizning biri deb qaraymiz. Onun için aziz vatandaşlarım, bizning partiyamizning taraqqiy qilib 100 minglarcha, milyonlarcha partiya a'zosini o'ziga yig'a olgan chig'ida biz xalqarodagi diplomatik sahnlarda intayin yaxshi bir o'ringa chiqqan bo'lamiz. Ve xalqarodagi har qanday bir davlat bilan ko'rishgan chig'imizda biz o'zimizning bir ittifoqlashganligimizni, o'mlashganligimizni, birlashganligimizni ko'rsatish orqali bu millatga yordam bersak, bularni ish bor ekan degan bir narsani anglata olamiz vatandaşlarım. Eğer hozirgidek biz chuvalchaqlik bilan, biz hozirgidek ittifoqsizlik bilan, biz bir teşkili intizam ve tüzüm ve bir uyuşuş bir ittifaklık konu keltiremey turup hiç kandak bir devletten yardımı erişemeyiz. Bizge yardım kılmakçı olgan ve kılıvatkan ve kılışını oylaşıvatkan her kandak bir devlet oldu bilen özünün menfaatini ve özünün pukralarının menfaatini birinci oranga koydu. Unda olganken biz bu vatanın derdini tatıvatkan bu yerdeki düşmanımız Xitayning tajovuzchiligi, irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan hak hukuklarımız depsende kılınatkan bir millet bo'lgankenmiz, biz oldi bilan o'ttirga chiqmagimiz lazım. Biz ittifaqlashib qarshi turmagimiz lazım. Biz birlik ittifaqligimizni kuchaytirmagimiz lazım. Bo'lmasa bizga hech qanday bir kuch yordam berishga jur'at qilolmaydi. Shuna yana bir qatim ta'kidlaydiganim, aziz partiya a'zolari va rahbarlari, buni deykinki bizningki inqiloblarimiz va kurashlarimizda biz ittifaqlikni en mühim deb ta'kidlaymiz. Biz hech qanday bir tashkilot va shaxsni u vatanni satmagan, millatiga xayrlik qilmagan bo'ladigan, biz uni qarindishimiz, do'stimiz deb sanaymiz. Shuna hemen qo'limga telefonda Apple tayyorliqsiz so'zlab qo'ydim. Agar fikr xatolashib qolgan bo'lsa, meni kechiringlar. Shuna hammamizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundan keyingi ishlarimizda yor va yordamchimiz olsun. Ko'pchilikka rahmat.